أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. يمكن تيما من كلام المرحوم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده İmam Muhammed Abdu'nunki sözlerden yüzünde dedi. İmam Muhammed Abdu Mısır'da öz vaxtida Mufti Diyar-ı Mısriye bo'lgan. Katta alimlarning birisi. Çünkü imam deymiz. Fi ma'na şaraf. Şaraf, yüz abroy, nam şöhrete, isillik mesela. Bu biz için şaraf deymiz bu. Eş-şarafu kelimetun yehtifu biha aqwamun muhtelifetun minen nas. Şeref degan söz kişilerin türlük kavim cemaatler, milletler devamlı şuar tarixisida şunda to'lab turadigan, suransab turadigan söz deydi. Hammasi şerefning gapini qiladi deydi. İlla anna aktharahum an haqiqati ma'naha gafilun. Biroq ularning ko'p qismi ash-sharaf degan so'zning haqiqiy ma'nosidan g'afil deydi. Bilmaydi. Fi'atun tarash-sharafa fi tashyidil qusur. Bir guruh kishilar sharafni ayvon saroyini tasvirlarni bino qilishda deb qaraydi. Yani esil uylarimiz olsa sharafli bo'lgan bo'lamiz deb qaraydi. Va ta'ali fil bunyan. Binokorlik qurilishlarda egiz ustun binolarni sabab shunda qilishda sharaf bo'lash ba deb qaraydi. Va zakhrafatil hawa'id. Hawa'id degan ha'idning ko'pligi, ya'ni tamlar. Tamlarni naqshlashda, zibuzunnalashda. O'sha qashqarga gejha qildiqda ishlab ketadi. Jenni qijnaydi. Wal judran, ya'ni hawa'id o'xshash. Va wafratul khadami wal hasham. Xizmatchilarning, malay chakarlarning to'liq bo'lishida. Hasham deganmi xadam bilan o'xshash xizmatchi. Biz hashamatlik deymiz-ku. Hashamatlik degani nechalan voy taqsirda bunda qo'l qo'yib turadigan xizmatchilar ko'p degan. Vaqtina il-jiyad. Jiyad atlar. Isil at. Yani el-jawad deymiz-ku. Likulli jawadin kabwa va likulli alimin hafwa. Har qanday isil atningmi bir mudrab ketishi bor. Har qanday olimning bir xatoligi bo'ladi degan ma'noda. Majiyat deganda javodning ko'pligi. Isil atlarni ishlatish uchun egolash. Iqtina degan qunya. Bir narsani biz setish uchun emas, yoki boshqa birisiga beritish uchun emas, o'zimiz uyda masalan ishlatish uchun ega bo'lsak iqtina deymiz. Qunya degan anda setish uchun emas, o'zi uyda ishlatilgan masalan shira va kaza ba'zi bir soat men isl chiroq, mashina, uni qunya narsa keraklari deymiz. Va rukubil arabat, harulaga minish, isl harulaga burun unda pochtalayapti, paytun pochta va kaza. Shuningdek isllari vardı. Isl atlını tatibdi. Unda hozir mashinaningki Santana'da yani biznasida Mercedes deymiz. O isl bo'lib ketib, shunda baslashgan bo'ldim. Wa fi'atun ukhra tatawahhamu anna ash-sharafa labsul fakhir min ath-thiyab. Yani bir grupi sharafli bo'lish degan isl kiyimlarni kiyishdan iborat. Va tazayyuni bi alwanil albisati va anwa'iha. Turlik rengareng kiyim-kechaklar bilan zinnatlanish va tahalli bil jawahir as-samina. Biz tahallini undida zinnatlanish. Olimlarning musovi at-tahalli qabla at-tahalli. Yani zinnatlanishdan ilgari biz o'zimizdagi nachar narsani bir qutulib tashlatish kerak. Yani o'zimizni bakalash kerak. Mesela iskanga obdan biznes qilmoqchi bo'lsak, iskanda boshqa keraksiz narsani buni chiqarib o'tish kerak. Chiqarib o'tgandan keyin ondan tahalli oldu. Ahlak alimleri şunda deydi. At-tahalli qabla at-tahalli. Xuddi dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih degandek. Bil jawahir as-samina, qimmatlik go'harlar bilan zinnatlanish deydi. Wal ahjar al-karima, isl tashlar. Masalan, almasga o'xshash, yaqutga o'xshash, kalmasi wal yaquti waz zumurrud va nahwiha. Almas, yaqut va zumratga o'xshash. Zumratga isl tash, yeshil tash. Qash tashiga yaqinlashtirsin bo'ldi.
Zümrət Nisagül deb isim qoyduq bizdə. Zümrət Gül məsələn. Wa fi'atun tatakhayyalu şerefe fil alqabi ve rutab. Yani bir grubu şeref degan bunda nam, şöhreti, mertebesi ya falan damullam, ya falanı şuci, ya ki yanın müdiri aşında nam atakla irissek bu şereflik boğan bulunmaz deb anda xiyal qılıdı deydi. Ev fil evsimati ve uluvi esmaiha ya ki aldığan medallar mesela iznekler evsimat degan medalyonlar iznek mi desek bulduğumuz ve aşuratının isimleri daha yukarı olsa birinci derecelik mesela bunda medalyoner degendek daha çoğun buludu deydi. Hatta indeke tarar raculay yeslubu mal ahi hatta ki müşterilik şerefini kolga keltirish uchun sen bazı kişilerinin qirindishining mal mulkini bulab qolganligini ko'rsan. Ve yenhabu tharwata aqaribihi ve zawihi. Zawi degan urug' tuqqanlari. Aqarib degan urug' tuqqan. Zawir rahim demakchi. Sizlar rahimlik urug' tuqqanlari yaqinlarining mal mulkini talon-taroj qiladigan, bulab qolaydigan kishilarni ko'rishadi. Salab nahab ikkisi birman, bulang talan. Sarva degan boylik, mal mulk. Li yushida bima yusibu min as-suht qasra. Suht degan haram mal. Akkaluna lis-suht dedi Qur'on kelimasi. Akkaluna lis-suht. Kullu lahmin nabata min as-suht fan-naru awla bih degan so'z. Haramdan tapqan mal bilan qasr saraylarni bina qilish uchun urug' tuqqan va qarindoshlarining mol mulkini bulang-talang qilganlar bor edi. Li yushayyida degan bina qilish. Va yarfa'a va yuzakhrifa baytan. Yani bir uyni bina qilib qo'pirab, uni gejxa qildik yoki har xil jangshu qildik deydi hozir. Bizab nima qilish uchun unda bulang-talang qilganlar bor. Va yuqimu lahu hurrasan min al-mamalik. Uningga öz vaqtida başın mamluk emas, qul malay şoldan qovulg'uchilarni qo'yibdi deydi. Va khafaran min al-ghilman. Ghilman deganmi shu mamalik yoki malaylar. Shulardan muhofazachilarni qo'yibdi. Khafar deganmi hurras deganmanda. Himoya qiluvchi degan bo'ldi. Ko'pligi. Al-khafir va al-khafar. Endi hozirmi shunga o'xshash narsalarni qildi-ku. ويظن بذلك أنه نال مجدا أبديا. شنو لان bu men mengülik bir ulug'likka erishdim. Shunda bir qimmat yaratib, men shunda bir isil odam bo'ldim deb o'ylaydi. Isil uy bo'lsa, unda yashalib qolsa, saramjallarning isil, binoning asli muhofazachilari, odatga odamlarda chekilmaydigan ayrim bir qurol bo'ldi-ku. Endi bo'lsa, men cho'ng bir ish qildim deb o'ylaydi. Va fakharan sarmadiyan. Sarmad deganmi uzilib qolmaydigan abadi doim degan bo'ldi. Qul ara'aytum in ja'alallohu alaykum an-naharama nahara dabba alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah an-nahara sarmadan yoki al-layla sarmadan degan masalan kunduzni shu kecha olmaydigan kunduz qilib o'tib qolsa ya kechini yormaydiganda kechilam qilib o'tib qolsa kim uni kunduzga yoki kechga almashtirib beradi. وتجد الآخر يذهب في الكسب أشنع مما يذهب الأول. Yani bazıları pul tepişte biz tilg'ilib o'tgan odamlarni bakrak qabih qabahatlik yo'l tutadi deydi. Vahshiyrak. Ashna degan qabih, taxmi qabih, taxmi qabahatlik, taxmi vahshi. Liyaktasiya bi rafi'i thiyab. Bu taxmi qabahatlikni qilib qimmatli kiyimlarni kiymoqchi bo'ladi. وَيَتَزَيَّنَ بِأَجْمَلِ الْحُلِيِّ. En isil zinnet buyumlarını işiltip zinnetlenişini maksat kıldı dedi. Belki isil saatini alış mümkün. İsil telpullarını işiltidi o. İşte ama اَوْ لِيَكُونَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُفَاخِرُ بِهِ اَمْثَالَهُ. Ya ki özgü okşaş aşında köngli qarılarının oturda köz kılıp bunda narsam ba dep özünü çoğun tutuşun başkalarının bunu ile olduğudur. Ve yetehayyalu ennehu balagha bihi dereceten min er-rif'ati la yudani fiha. La yudana oxşaydi. La yudana fiha. Şundan bu ben şunda bir yuqori martabaya yetib qoldim. Hech kim menga yaqinmi kep qolmaydi, tanlashamaydi deb
xiyol qilib boqdi. Ay, yudana dedik-ku. Yaqin kelish. Dunu degan. Ve yu'abbiru an hali hada bilafz şeref. Bu ahvalni sharaf deb ifodalaydi bu. Yani shunda bir sharafli ahvolda azar deydi. Ve yetevahhamu annahu wasala al-haqiqata min ma'nahu. Bu aslında o'ylab qoladi deydi. Yani men haqiqatga tigidini yetibdiman deb o'ylaydi. Ma'nahu degan o'zining haqiqiy turib. Chin ma'nosiga yetibdiman deb o'ylab qoladi. ومنهم ثالث يسهر ليله ويقطع نهاره بالفكر في وسيلة ينال بها لقبا من تلك الألقاب. Yana shuni bir turli kishilar bor. Bu kechasi tunaydi. Kunduzni mo to'liq o'tkazdi deydi. Va yaqta nahara degan kunduzni shunda o'tkazdi. Nima ish qiladi? O'yinib o'tkazdi deydi. Nimada o'ylandi bo'lsa fi vasila bir yo'lni topsam, amalni qilsam, bir chora topsam, shu unvon Aşı namlardan biraga erishish uchun bir chora topsam deb kech kunduz butun o'y xayoli shuningda. Kech uxlayolmaydi. Aw yuhassila biha wisaman. Yoki ash chora orqali men bir medalyonga yoki bir iznakka erishsam deb o'ylaydi. Aw yastafida wishahan. Wisam Aw sima dedik-ku? Medal. Aw simaning mufradi wisam. İznek medal. İznak, medalyon Aşında takaydigan narsalar. Ev yestefide wishaha yoki bir sharpa bo'yalliq binasini qo'lga keltiramanmi deydi. Ya gulabka, bulabka deydi. Bulabka. Ya gulabka. Yoki bo'yalliq, yoki sharpa. Ishqi bunda bir bo'yna soldigan binasindi. Bu majan bo'lishi mumkin, sharpa bo'lishi mumkin, ya glastuk. Wishah degan burun aslida xurumda tasma ishib Onunla mesela koyduğun macan taşını, boynunda sır olduğun yagında sen gidip koyduğun nerede? Şu işah. Şeriatın deyimiz muvashshahat. Andalus şeriatında muvashshah diyen bu şu işahtın ağan isminde. Andalus muvashshahatları diyen. Ve sevâun indehu el-vesailu yatlubuha eyyen kâne nev'uha. Şu bir anasıga nam abroya bir medalyonga erishish uchun bu çare vasıta tanlab жүрмейді. Axloq taqshilgan bo'lsin, vijdonga taqshilgan bo'lsin, nimaga iymonga taqshilgan bo'lsin, buni qiladi zodi. Turi qanday bo'lishidan qat'iy nazar shu charni ishlatiyordi. Va in afdat ila xarab biladihi. O'zining diyori, vatanninki xarablashiga ilib basimi. Afda degan ilib badegi. Addat degan masalami? Asli bu afda hech qanday yo'q shu bir taqalğanlığını bildirir. Ve keyfe ta'khudunahu ve kad afda ba'dukum ila ba'd. Bir narsaga birib tekkan taqalğanlığını bildirir. O'tirib bir narsa qilmaganlik. Demak, bu yerda ashyaga ilib basimi, tutashtusimi degan ma'noda. Ya'ni vatanni xarob qiladigan bo'lsa-mu, shuni qo'l keltirish uchun shu ishni qiladi deydi. Aw izlali ummatihi, o'zining millatini xarob qiladigan ish bo'lsa-mu. Aw tamziq millatihi. Yani ümmet deganda islom ummati desak bo'ldi, ha? Millat deganda qavmi, irqiy millat desak bo'ldi. Ishkirisini shunda islom ummati desak bo'ldi. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida va ana robbukum fa'budun. Millata Ibrohim hanifa dedi. Yani bu dinni ko'rsatadi. Va indahu annahu raqiya zurwata min ma'na sharaf. Shunda qilgandan keyin bu qanday o'ylaydi? Men eng yuqori pallalik sharafga erishdim. Sharafning cho'qsiga chiqdim, cho'qsiga yetdim deb o'ylaydi. Tamziq, tamziq. Yetib o'tish, paramparcha qilib o'tish, parchalab o'tish. Cho'qsi. Mesela Bashar shunday qiladi-ku. Jiq buning misollari. Mâzâ yejidu min nafsihil mubahi bi qusurihi. Qusur degan ayvon saroylari, isil uylari, shu bilan faxrlanib ko'z qiladigan shu mubahi nafsning sifatidir. Nafsul mubahi. Ko'z qilgan nafsi bor. Shu nafsidan nimani topalaydi bu? Ko'ngilda nima bor buning nima? Va vildanihi va hurihi. Vildan degan xizmatchi malay chakarlari. Va hurihi yani ayol cho'ra dedaklari yoki go'zal nazinlar, sahib jamallar.
Çünkü hur deganni biz bir qatim dedik-ku. Al-hurul ayn ya ko'z yo'g'on yoki ko'zininki iqaq qarasqara yoki yovkalining o'stin yo bug'ining ko'zi qop qara yo'g'on ko'z yo'g'on bo'lib qop qara bo'lsa bu ayollarning go'zalligini bildirgan. Al-hurul ayn hur parilari degan ma'no. Hur parilari. Alla yuhissu min nafsihi annahu. Ana o'z ko'nglida bunda bir his qilmaganda bu deydi. Ya'ni ko'ngilda nimani his qilganda, bunda ko'z qilib nima qilgan chaqda u his qilmaganda deydi. Wa in hada minha a'la ma yatasawwaru al-aql. Ashu öy, xotin bola chaqa mol mulk mushundan inson aqli tasavvur qilgan eng yuqori cheki yetgan bo'lsa-mu, o'zingda his qilmaganda hada erishdi. Qo'lga keltirdi. Changalar chigizdi. Ha? Ha. İnhaz degan bir tarafni tutdi degan, taraf yaqildi degan. Adamul inhiyaz degan tarafsiz davlatlar harakati adamul inhiyaz deymiz. Bir taraf davlatlar tashkiloti. Fazatuhu allati hiya a'azzu ladayhi min jami' ma kasab. Chunki uning tapqan, qo'l keltirgan, tikilgan egiliklarning hammasidan o'zining ash nafsi eng izzatli narsadir, eng qimmatli narsadir. Endi ala yuhissu min nafsihi annahu davomini nimaga keldi? Qag'namisa qistirma jumla araliqdisi. Ala yuhissu min nafsihi annahu lam tastafid shay'an min al-kamal. Hammaga erishgan taqdirdimi? Bu cho'ng bilgan narsa erishgan taqdirdimi? Bu o'z ko'ngilda bu hech qanday bir kamalat fazilatlardan bir narsaga erishmaganligini his qilmaganda, amaliyotda bu ishlar qo'l keltirmagan bo'ldi. Yani nefsi en qimmatli aytdi. Bu nefsi taraqqiy qilmagan ekan. Nefsi shunda ko'ngli qara holatda unda qilib qoldi, lekin moddiy ba'zi narsaga erishdi. Davonkim bu hech qanday kamolatga erishmagan bo'ldi deydi. Buni his qilmaganda va anna jami'a ma hassalahu ashtabtan to'plagan, qo'l keltirgan narsaning hammasi fa va ajnabiyyun anhu. Uningdan yattu. Yani ko'ngli hozir ayrim bir narsa. Bu narsalar sirtqi moddiy ashyolar. Demek ko'ngliga bir ortiqlik ya bir fazilat, bir boylik qo'nmagan bo'ldi. Va laysa lahu nisbatun ilayhi illa nisbatul ana'i fi tahsilihi. Yani nafsi bilan ash moddiy ashyoga bo'lgan buning nisbat berilishi yani. Munosabat nima? Faqatlam ashnasini qo'lga keltirish uchun tatgan jafosidan iborat. Undan boshqa bir munosabat yo'q. Ana degan farqlilik. Ala yara ko'mingandir. أن كثيرا ممن بلغ مبلغه أو فاقه مبلغ degan aşın yetken joy. Aş yetken martabega yetken nurg'un kishilar yoki uningdan eshib ketgan nurg'un kishilar salabatum surufud dahr ma bi aydihim. Ularning qo'llaridagi butun mol mulk ashunda moddiy ashyolarning hammani surufud dahr, ya'ni navaibud dahr, raybal manun, ya'ni zamonninki hodisalari tatib olgan emasmi? Buni ko'rmamdanda nurg'un boylik o'tdi. Mallar musodir qilindi, shunda turmoq tashlandi. Ma yaqin Qazzapi, shu birash ay shunda o'tayotmaydilar, kamada tutilib o'tiribdi. Guruh dastlab o'tiribdi. Muborak turmadi aytdi. Fasbahu bi sifatihim va jawahiri zawatihim. Shuningdek, mal dunyo butun narsadan ayrilgandan keyin bu kishilar qanday bo'lib qoldi? Shu ko'ngli bilan o'zi qoldi. Mal mulk qo'lda emas. Yolg'iz, ya'ni yalang'och qoldi degandek. Uning boshqa bir narsasi yo'q. Shu qarasa shu ko'ngli bor. U ko'ngli beymagandan keyin shu namrat holatida shundan ham qolib qoldi. O'zlarining javharlari, ya'ni tigida, ishida, mig'zi yani şu fethed. Fa illam takun ala janibin min al-kamal al-insani, eğer ularning nafsi, ko'ngli kamalat jihatda insoniy bir darajada bo'lmasa, chunki inson sifatida, inson qiyofatida bo'lgan, lekin hayvondan betar kishilar bor. Bunda odamning insoniy bir o'lchamga to'shadigan bir sifati bo'lmay qolsa, shu ichki ma'naviyati inxaratat fi silki tabaqat as-safila. Mal dunyodan quruq qolsa qanday qildi? Past tabiqalarning qatoriga kirib ketadi deydi. İnxarata degan qatnashib kirib ketish. Silk degan aslida jeb ya sim degan ma'noda. Lekin bu shularning sepi, qetiga, qatoriga degan ma'noda.
وَلَمْ يَبْقَ لَهَا فِي الْقُلُوبِ مَنْزِلَةً Dillarda ularning ko'ngli qarta bunda bir martaba ya bir hurmat degan narsa qolmaydi. وَلَا فِي النُّفُوسِ مَكَانَ o'xshash. Ash-sharafu haqiqatun mahduda. Sharaf degan cheklik bir haqiqatdan iborat. Buni cheki bor. Hammadan o'zi xohlagan sharaf deb ishlatib olsa, shuni Rasululloh qildi, tutumsiz unda bir narsa emas. Cheklik muayyan bir narsa bu deb. Kashafat hash-shara'i' turli qonunlar, shariatlar uni bayon qilgan. Haqiqatni aytib bergan. Va haddadat uqulul kamilina min al-bashar. Kamil insonlarning aqllari uni belgilab bergan. Sharaf degan yerdan yergacha bo'ldi. Ma'ning o tarafi sharaf bo'lmaydi deb. Wa laysa lidhi shakilatin insaniyatin an yartaba fi fahmiha illa man khatama Allahu ala qalbi. Shakila degan tabiat. Qul kullun ya'malu ala shakilati. Yak xil degan bo'ldi. Xilini topidi. Yapago. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi. Hammadan o'zining tabiatiga qarab, o'zining xiliga loyiq ish qiladi. At-tuyura ala ashkaliha taqadi. İnsani bir tabiat egisi bo'lgan bir kishida buni tushunishda taraddud ya shak gumon bo'lib qolmaydi. Ya'ni tabiati sog'lom, saf tabiatli bir inson bo'lsa, bu sharaf degan so'zni tushuntirib o'qimizmi, to'g'ri tushunadi buni. İlla man khatamallohu ala qalbi. Faqat lam Alloh taolo diliga pechat urib o'tgan va ja'ala ala basarihi g'ishava, uning ko'ziga mo parda qoplab o'tgan, ayni ko'ngli qari insonlar bo'lib qolsa, bu sharaf degan ma'noni tushunmay qoladi. G'ishava ya'ni parda ya pechat. Xatama degan pechat o'di. Ash-sharafu baha'un lish-shakhsi. Baha degan ko'rkamlik, go'zallik, husnul jamol. Yani sharaf degan bir shaxs uchun bu bir güzellik, gül tacı olduğun narsa. Yuhavvamu alayhi bil anzar. Hama degan da aylandı degan bo'ldi. Wa man hama hawla al hima yushaku an yarta'a fi. Amdu yuhavvam degani yudaru degan ma'noda. Aylandırıldı. Yani yuhavvam alayhi bil anzar degan ko'zlar tikiladi uningga demakchi. Yani kishilar ko'zlarini shuning atrofida yo'g'iltidi, cho'g'iltidi degan. Şundan gözlerini üzemmaydı, jirak ap gidemmaydı. Ve yuveccihu ileyhil khavatira vel efkar. Bütün oy khiyali, tefekkürü şu tarafka yüzlündü deydi. Ve cemalun, ve bu şeref diyen yani bir güzellik. Yaravna husnahu fil basairi vel absar. Onun güzellikini kişiler dillerdi mi gördü, közlerdi mi gördü. El basair, basiranınki köplüki. El absar, basarının köplüki. Absar diyen gözler. Al-basair basiranın köpüsü. Yani diller. La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar ve huvel latiful habir. Yani Allah'ını gözden görülmeydi. Allah lekin gözlerini hemmine görüp hemmine bilip durdu. Ve muşriqu zâlikel behâi amelun ye'tihi sahibuhu. Aş güzellikni yo'rtib turadigan, nurlantirib turadigan narsa. Mushriq degan nur yog'dirib turadigan. Ashriq degan mashriq. Mashriq degan kun chiqish. Ash go'zallikni yo'rtib turadigan narsa bir ish deydi. Ash go'zallik ba kishi qilgan bir ish. Yakun lahu atharun fi ummati. Ash ishninki keyincha ummatida bir iz qoladigan, ta'sir oladigan. Aw bani millati yoki öz milletinin evladı da tesir olduğun. Ev fin nev'il insani ammeten. Ya ki umumen insaniyet cinsi. Şunun da bir tesiri kaldığan, bir işini kıygan kişi muş işi arkalık onun güzelliği yürüp gidiyor dedi. Nurlanıp gidiyor. Mesela asak ke inqazin min tehluketin. Mesela bir igir halaketki yoluş aldı da kutkuzup koysa. Ev keşf fin li cehaletin nadallıkını aydınlaştırıp koysa ev tenbihin li talabi hakkın sulibe tartılıngan bir hakkını talep kılışını samiga sap koysa mani quldan bersak bo'lmaydi, bu bizning haqqimiz, buni unutib qolmanglar deb. Ev tezkirin bi mejdin sabaq ilgiriki bir ulug'liqni eslatib qolsa ev inhadin min asratin qutlashib ketgan
bulab yıqilgan bo'lsa, yulab qo'ysa, aw iqadin min ghaflatin, yoki g'aflat qilgan bo'lsa, uyg'otib qo'ysa, aw irshadin li khayrin ya'um, yoki umum bo'lib ketadigan, hamma kishiga umum bo'ladigan bir yaxshilikqa yetaklab qo'ysa, aw tahzirin min sharrin ya'um, yoki hammani qaplab ketadigan bir yomonlikdan ogohlantirsa, ya'um degan qaplab ketadi. G'amama deymiz-ku. Fa in gumma alaykum فأكملوا عدة شعبان 30. Şu quyuq bulutun g'amam. G'amam. Amma osmonni qaplab ketgan shu bulutni g'amam. G'am deyapman shu, besog'an narsa. Xafalık besog'an. Ha, xafalık besog'adi odamni. Qayg'u, xafalık, g'am besog'adi. Shuma adam insonning xuddamda qalbini butun qaplab ketgan narsadek, chirmog'indek. Aw tahzibi axlaqin, yoki axloqni o'ngshab tarbiyalaydigan. Tahdib degan qing'ir-sing'irni tuzashtirish degan bo'ldi. Hazzaba, masalan, soqol igizbas chiqib qolgan bo'lsa, soch igizbas bo'lsa da yasatsak, bu tahdib sha'r yoki tahdib al-lihya deymiz. Haram shahnaysiz. Axloqni tuzash, aw tafqif uqulun, yoki kishilarning onglarini aqartish. Madaniyatli qilish, uqumishlik qilish, bilimli qilish. Aw jam'i kalima, ittifoqlashtirish, so'zni bir yerdan chiqadigan qilish deymiz-ku. Aw tajdid rabita, yoki munosabat uzib qilib izlashmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa, qaytadan unda yangilardan berish kirish qildigan, izlashadigan, aloqa qildigan bunda yangilash deydi. Munosabatni yangilash. Aw i'adati quwwa, yoki kuchni qaytadan asli keltirish. Aw inshalin min da'fin. İnşal nasıldı? Yoki ojizlikdan tartib elish. Shil deymiz-ku. Lekin bu shil emas. Bu nashalardan chiqqan. Nun bilan boshlanadi. Masalan, nashal deydi-ku Misrda. Nashal degan yanchiqchin deydi. Chunki yanchiqdan pulni sug'urib oldi bu. Bizda nashal deb qolsa, diqqat qilamiz. Yanchiqchi. İnşal degan Nashalardan unda inshaladat inshalan. Arada şiir de qo'ygan. Şiir hara qo'ygan. Şiir degan o ko'targan. Shalay shir. Sug'urib ya tartib elashgan bo'ldi inshal. Aw iqadi hamiyatin, yoki uning qizg'inligini paydo qiladigan bir o't tutashtirish, yani targ'ib qilib, g'ururni qo'zg'aydigan, ha? Man ata amalan min al-a'mali lahu atharun min hadhihi al-athar, mushunda bir ta'siri izi qoladigan ish faoliyatlardan bir ishni qilgan kishi bu sharafli kishi bo'ladi, isil kishi bo'ladi. Wa in kana yaskunu al-khasasa wal-akwaha wa yalbasu al-asmal, gerçi o kafir yasmu. Khasas degan xusninki ko'pligi. Xusas bo'lishi mumkin. Ya'ni shaxshumlarda yasagan bir kappa masalan. Satma. Mushunda narsalarda yasmu deydi. Akwah deganmi shu? Wa yalbasu al-asmal. Asmal degan yirtiq, jul-jul kiyimdamda. Endi kiyimlarni kiysimi, eski kiyimlarni kiysimi, kappida yassimi, lekin millati uchun, ummat uchun, ashunda insoniyat uchun yaxshi bir ishni qilib iz qoldirgan kishi bu sharafli kishi bo'ladi. Va yaqtatu binabatil bur. Bug'doy o'simligi bilan oziqlansimi? U go'sht bosh, dabanji, kebab. Undan asli yemaydi ekan. Lekin shu non. Va yabitu ala turabil qafr. Qafr degan cho'l bayavan. Cho'l bayavanning to'pisi ustida uxlab qo'nab yatsimi degan. Balag'at o'qonsa qachon? Qabru harbin bi makanin qafru va laysa qurba qabri harbin qabru. Tanafurul hurufmu kalimatmu? Kalimat. Tanafurul kalimatmu? Al-qafr desa, yalg'iz desa, bunun tanafuri yo'q. Vaqtda kelsa, tanafur. Tanafurul hurufda hu mustashziratun aw tanafurul huruf. Wa yatawassadu nashr al-ard. Nashr deganda chechayotgan, taqtiyotgan degan narsa.
Neşriyat deymiz o. Zemin hamda ya bir çeçivetken mesela donluk olamdı ya taş olamdı ya ki bir parça yağaç toğraqның yağaç olamdı mesela. Endi etip qalgan narsani şunu tekki qilib beradi o. Yastık qiladi o. Vüsada degan şeyden chiqdi. Şunu yastık qilib beshik qo'yib uxlaydi demak. Wa yadribu fi kulli wadin. Hamma yerga bordi bu. Her bir vadiga bordi o. Yani bunun muqim bir makanı yok. Bunda sergendarmıdır. Sersan. Ve yeteraddadu beyner ruba vel vihad. Yani vel vuhad buluş mümkün. Beyner ruba. Bu ruba Rabia'nın köpüklük buluş mümkün. Yani bu dümlük, töpülük. Kur'an-ı Kerim'de var Rabia'da. Vihad yani vuhad de köpüklük buluş mümkün. Bu uymallık. Yani uymallık olan töpülükten oturda bunda katnab jürüydü. Çöglep jürüydü. Hada lahu hilyetun min amalihi. Manda kişinin mana özünün qiyğa işidən bir zinneti var. Yani özünü zinnetligen buldu bu. Ve zinetun min fadlihi. Faziletinden bir zinnet takıgan buldu. Ve beha'un min kemalihi. Kemaletke etkenlik cihetten körkemlik oldu bunun. Güzellik oldu. Ve diya'un min ciddihi. Özünün tirişçallıkından bir nur buldu bunun adı. Yehdi ileyhi dallatul albab. Yehdi ileyhi dallatul albab. Dilleri azgın bulup ketken kişiler şu arqılıq hidayet tapıdı desek mi? Yehdi ileyhi dallatul albab. Dalla degan azgın. Dal ezip ketken kişiler. Albab yani diller. Azgın diller bunun olan yolunu tapalaydı. Ve taihatul afida. Bu mu okşaşın? Dilleri, yürekleri bunda ezip kalgan. Tahay etihu. Onda ise totamı. Yehdi ileyhi dallatal albabi ve taihatal afida. Yehdi ileyhi diyen aşında isil fezilat ve kazalığa bu şerefli kişi azgın kişilerini itekleydi o. Ve lehu min ruhihi kusur. Onun özünün ruhi maneviyatında kasırları var idi. Ve nurun zahir. Aşında nurana, nur çesip durduğun nur var idi. Zahir diyen bu appak yaki nurluk diyen buldu. Camiatul Azhar Nurana Üniversite diyen buldu. Camiatul Azhar. Fatimatul Zahra yani Nurana Fatima diyen buldu. Çiçek manasın var. Lakin ak bunda nuranlık mı Azhar dediğin. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amalus salihu yerfa'u. Ununga dedi. Ununga yani damir Allah Teala. Ununga yaxşı sözler örleydi. Yaxşı sözlerning jumlasidan la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh, elhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunda zikr ve tevhid kelimesi. Muşular el kelimet tayyib. El kelim cema kelime. Hem örleş degan xuddi majaz. Allah Teala huzuriga örleydi. Allah Teala buni qabul qiladi. Yani xolis qilingan yaxshi amallar qatoridan qabul qilib mukofot turdi. Yoki o'zi o'rlaydi desekmi chataq yo'q. Nima uchun at-tayyib deb ataldi bu so'zlar? Chunki sog'lom aqli bor, tabiiy sog'lom kishi shunda yaxshi deb qaraydigan so'zlar. Bundan yaxshi so'zlar. Wal amalus solihu yarfa'u. Salih amallarmi kalima tayyibni ko'tirdi. Qadrini ko'tirdi, sha'nini ko'tirdi, texmi qimmatli qildi. Chunki zaki nima qo'yib amal qilmasa bu bak ko'taralmanda tug'andek. Amal qilsa undan tegidin yo'qlib buni yuqoriga o'rlatayotgandek bo'ldi. Yas'adu ya o'xshashma yarfa'u. Yas'adu degan o'rlaydi degan bo'ldi. Yarfa'u degan uni o'rlatdi, ko'tardi degan bo'ldi. Yoki Alloh taolo uni ko'tardi desak. Val amalus solihu yarfa'uhu Allahu desak bo'ldi. Mush oyat hozir nimaning bayoni desek, izzatning bayoni. Izzat degan nimadan iborat? Izzatni qanday qo'lga keltiramiz desa, bunda yaxshi amallar bilan, yaxshi so'zlar bilan demoqchi. Yani çünkü oyatning oldida, nimada oyatning oldida, oyatning 5ni o'qiy olamsizlar? İlayhi yas'adul kalimut tayyib vel amalus solih yarfa'u. 5ni o'qiymi? Qarang 5ni o'qiyamaysiz. Falillahil izzatu jami'a. Keyinni o'qisa qo'lqina 5ni qo'ying. Falillahil izzatu jami'a degani izzat Allah xos, shunami? Yani mush izzat nazir. İnsanın bunda mush Allah Taala xos izzat bilan bir izzatlanolli deb qalsa,
qanday qilish kerak, izzatni qanday qo'lga keltirgili bo'ldi desa, oyat bayon qilib berdi. Kalima tayyib bilan, salih amallar bilan izzat qo'lga keldi demoqchi. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Yuqoriqidagi ishlar, savobli ishlar, Alloh uchun xolis qilgan ishlar, millat uchun, ummati uchun qilgan ishlar, insoniyat uchun qilgan ishlar sahasida baslashganlar baslashvason. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.